Hozirgi kunda homiladorlikni 20-30% ga oshirib beruvchi protsedura bor ekan, inseminatsiya. Shu haqida ozgina ma'lumot bera olsangiz. Bachadon ichi inseminatsiyasi bu yordamchi reproduktiv texnologiyalarga kiradi. Ya'ni uning uchun inseminatsiyaga homilador aniq bir homilador qiladigan bir muolaja emas. Aniq. Inseminatsiya oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Bunda albatta inseminatsiyada bachadon toza, ya'ni bachadon sog'lom bo'lishi. Ikkinchisi bachadon naylari ochiq bo'lishi kerak. To'rtinchisi gormonlar yaxshi bo'lishi kerak, follikular o'sishi kerak, follikular yorilishi kerak. Bu o'sha tabiiy homiladorlikka ona qanday tayyorlansa, inseminatsiyaga ham shunday tayyorlanadi. Inseminatsiya qachon qilsa yaxshiroq natija beradi? Bu erkak urug'ini sifati yaxshi bo'lmasa, erkak urug'ini soni, ya'ni qancha son bo'lishi kerak deb savol berishadi. Ayniqsa 5%, 10% dan baland bo'lishi kerak. Ya'ni sifati ham uncha yaxshi bo'lishi kerak. Agar juda sifati yomon, o'sha boyagi homilador qilish xususiyatiga ega bo'lmagan spermatozoidlar inseminatsiya natija bermasin. Keyingi inseminatsiyada albatta ko'rsatma bachadon bo'yni, toraymalari bo'ladi. Mana ko'pchilik eroziyadan keyin davolashadi, kuydirishgandan keyin bachadon o'sha kiradigan kanalchasi tor bo'lib qoladi. Shunda sperma o'tmay qolishi mumkin. Yo bo'lmasa mana zagib matka deysiz. Zagib matka ya'ni o'sha bachadon bo'ynichasini qayrilib qolishi. Bu o'zi asli normada bo'ladi. Endi yangi kelinlar, yangi ko'proqda normadan sal yuqoriroq bo'ladi-da, o'sha sperma kirish yo'llari yopilib qolishi mumkin. Ya'ni shunda inseminatsiya yaxshi natija beradi. Keyingisi o'sha ko'proq inseminatsiya nimadan foydalanishadi? Mana bu o'sha ya'ni bachadon naylariga yetkazib, uni homilador bo'lishini oshirish uchun ko'proq foydalanishadi. Inseminatsiya ikki xil turi bor. Bachadon tashqarisiga quyiladi, bachadon ichkarisiga quyiladigan nimasi bor. Agar inseminatsiyada bachadon tashqarisiga quyilsa, bu hech qanday zarar qilmaydi. Lekin uni o'sha bachadon ichiga inseminatsiya ichiga quyishdan oldin albatta spermatozoidlarni yaxshilab ishlov berish kerak. Spermatozoidlarni ishlov bermasa, bachadon ichiga quyilgan inseminatsiya anafilak shokka olib kelib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha bachadonni ichida ma'lum bir darina tushib qolishi mumkin, kuchli og'riq berishi mumkin, spazm berishi mumkin. Mana shu narsalar, chunki ichida oqsillar bor. Oqsil bachadon ichiga tushgandan keyin reaksiyaga kirishib ketadi. Shuning uchun siz agar inseminatsiya haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, men sizga yana albatta qabulga kelganingizda mana shu ma'lumotlarni sizga to'liq beraman. Inseminatsiya biz hozir klinikamizga o'sha uni to'liq yuvishlar, obработка qilishlar va eng yaxshi urug'larni ajratib olish, 10% bilan kelgan bemorlarimizga 60-70% urug'larni ajratib olib, bachadon ichiga yuborish va natijasi 40-30% gacha bo'lgan natijalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Lekin endi buni narxi hozirgi kunda reagentlarga qarab o'zgarib turadi. Shunga qarab sizga o'sha kelgan kuningizga qarab va nimaga qarab narxlarni belgilaymiz. Yana keyingisi albatta inseminatsiya qanday tayyorgarlik ko'ramiz? Inseminatsiya tayyorgarlik ko'rishdan oldin albatta bemor hayzning 2-3 kunlari kelishi kerak. Biz uni hamma kamchiliklarini ko'rib, bachadon naylari, o'sha bachadon ichi, gormonlar, shamollashlarni ko'rib tayyorlab boramiz va follikularni o'stirib boramiz. Follikular o'sgandan keyin follikular yoradigan kuni biz 2 yo 3 marta inseminatsiya amaliyoti amalga oshirib beramiz.